Assalomu alaykum azizlar. Qandli diabetning ikkinchi tipini davosi bor va navbatdagi bemorni biz bu kasallikdan xalos etish uchun operatsiyaga oldik. Munosib xonaga 1970-yil uzoq yillar beri qandli diabet bilan qiynalib yashab kelgan va hozirda xirurglarimiz bu bemorni mini gastric shuntirin operatsiyasi orqali bu kasallikdan xalos etish amaliyotida o'tkazishyapti. Shavkat Bey aytganidek, bugun ikkita bariatrik operatsiya rejalashtirilgan. Bu birinchi bariatrik operatsiyamiz qandli diabet ikkinchi turi bilan oshqozonni mini gastric shuntlash operatsiyasi bajarilyapti. Qandli diabetdan Xudo xohlasa butunlay xalos bo'ladi. Ikkinchi bemorimiz ham xuddi shunday. U ham qandli diabet bilan og'rib kelgan bemor. Unda ham oshqozonni mini gastric shuntlash operatsiyasi rejalashtirganmiz. Agar sizlarda ham qandli diabet yoki semizlik qiynayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sehat klinikasi ijtimoiy tarmoqlarda ham YouTube kanalimiz ham bor. Ularga obuna bo'lib, natijalar bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat.